Shu bo'larda charxlar onalarni. Başta ikkilar o'ynashadi. Maydonni nomi Registon deyiladi. Bolalar Registon degan so'zning ma'nosi qumlik joy, qumlik maydon degan ma'noni bildiradi. Ana shu qumlik maydonida 3 ta madrasa joylashgan. Eng qadimgisiga kirib ko'rib chiqdinglar. Bu Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan madrasa. Bu madrasa 1417-1420 yil davomida Mirzo Ulug'bek bobomiz tomonidan qurilgan madrasa. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda Ulug'bekning o'zlari shu madrasada astronomiya, matematika fanidan dars bergan ekanlar. Bu yerda buyuk shoirlardan biri bo'lgan Navoiyning ustozi Hazrat Abdurahmon Jomiy. Kiradigan peshtoqning balandligi 32 metr, peshtoqning ikki tomonida ikkita minora bor. Minoralar 34 metr. Har bir minoraning saqmining og'irligi 400 tonnaga yaqin. Minoralarda arabcha yozilgan Alloh. Yo'q. İçide aynalı sınırları ham mavjud. Shular yordamida chiqish mumkin, lekin bu minoralardan azon chaqirmaydi. Azonni ana u kichik minoralardan chaqirganlar. Demak, bu minoralar bu yerda bezak sifatida ishlatilgan. 200 yil vaqtida ikkinchi madrasa qurilgan, buni Sherdor deymiz. Sherdor deyishning ma'nosi sherda bor degan, sherlik degan. Buni Yalantiz Bahodir degan 17-asrning hokimi 1688 yillar davomida 17 yil davomida qurganlar. İki madrasa Fors usulida qo'ygan. Fors degani bir-birini aksi degani, e'tibor degani. Ikkovi bir-biriga o'xshab ketadi. Qabrga e'tibor beringlar. Mana bu qabr qassobning qabrlari. Said Vaqqos degan qassob o'tgan Samarqandda shu inson 17 yil davomida ustalarni bepul go'sht bilan ta'minlagan. Madrasa bitgandan keyin hokim qassobni chaqirib so'ragan, qilgan ishingni evaziga nima istasan desa, hokimdan qassob iltimos qilgan va vafot etgan joyga qo'yiladi. Qabr qassob. Mana oq marmardan qo'yilgan. Uchinchi madrasa Tillokori deymiz. Tillokori degani oltin bilan ishlangan degani. Bir binoda ham madrasa, ham masjid joylashgan. Uni ham mana shu qurgan hokim Yalantiz Bahodir. Sharqonlar festivaliga kelib turibsizlar. Mana shu sahnada o'tkaziladi. Hozir men bir yo'lakni ko'rsataman. 600 yil bo'lgan ishlarni ham ko'rasiz. 600 yil bo'lgan. Yaxshi ko'ramizmi? Qarga ko'ramizmi? Qo'rda ko'ramiz. Ha, Toshkentda boradigan yo'lda borasizlar, kirib chiqib ketasizlar. Toshkentga ketyapsizlar. Nima desa, puli tushunish olmayapti. Qayerga kirasizlar? Baribir shu yo'l bilan Toshkentga ketasizlar. Boshqa ilojlaring yo'q. Bitta yo'l. Hozir men aytib beraman qayerdaligini. Mana bu toshlarni qaranglar. Toshlar davrdan qolgan toshlar, demak ishlar bu 600 yil bo'lgan bu ishlar. Demak, Mirzo Ulug'bek bobomiz ham ehtimol mana shu yo'lakning ustidan yurganlar. 75-yili qolgani qaytadan ta'minlangan. Buramni ko'rdiringlarmi? Mana sohilda yo'lni ketasizlar Toshkentga. Keldik yo'l. Mana bu eshiklarga ham e'tibor beringlar. Tezroq yuringlar. 1911-yilda yasalgan eshik bu. Xayr boshlardan yasalgan, bironta ham mulk ishlatilmagan. Yo'q. Nima ishlatilmagan? Mulk ishlatilmagan.